Assalomu hurmatli kuzatuvchilar hamda barcha aka-uka opa-singillarimiz, xush kelibsizlar kanalimga. Men sizlar bilan Sirojiddin. Assalomu alaykum do'stlar aziz. Xush omadib ba kanalimdan Avzor TV. Do'stlar aziz, mo imroz 9 aprelda qaror daragan do'stlar aziz, mol bozori shahar tuzamizdan. O'zi shimoda batafsil narx-navo qat'iy shunos mekanizmimiz. Ya like zerkini. Azlar Ro'za Ramazon oyining 9-kuni azlar. Hammalaringizga kuch-quvvat bersin Alloh taolo, fayz baraka bersin. Xonadonlaringizga qo'limizdan kelgancha hozir narx-navosi bilan tanishib o'tamiz azlar. Like bosib qo'yinglar, obuna bo'lishni unutmang. Qani ketdinglar. Alador dromada esa biz tavaf 1000 so'm tesa do'stlar aziz. Bozor dromada esa. Mayli. Jelini shabini chanqa. Kanal? Ho, vali aka. Ana, rextesta shiroz do'stlar aziz. 27 ming so'm deyapti azlar. Yana muomalasi bor. Bu qancha, ha? Bu salash bu qanchada? Nechasi bu aka? 16000 so'm ish. Yana bu qanchada salash. 16 ming so'm yana bu qanchada. Buni ham tarang jelini. Aziz, hozir 850 so'mga xaridlar. Mana 1850 dan olibdi mana. Dummasini qarang. Mana 15 dan murayda aka. Mana 1,5 ming so'mdan bularni olibdi. Yakini mazur. Necha yashar ekan bular? Necha oylik? Noyabrskiy ekan mana hozir. Dummachasi ham dummacha ekan. Qancha bo'ldi aka ko'zingiz? 2,5 ming so'm deyapman. Diniy mazor so'm o'tasiz. Noyabrskiy shunday. Xo'p. Chiqarib ketamiz, ha. Echki qancha bo'ldi aka? Echki egasi keladi. Egasi yo'q ekan. Xo'p, qanchadan bo'ladi qo'zlar aka? 18 dan 1800 dan. Hozir 800 so'm. Barachovani. Bozor yagon taşı savdo kadar. Chansimi? Oho, dedim men rada yapdım mador kalon. Dutadı mador o'zi syomka qildim desangiz, hozir 850 so'm. Xo'p. Mana bitta qo'chqar kirgizib ketdi. Hayda. Qo'chqar qancha bo'ldi aka? 6,5 ming so'm. Qo'chqarni joyi hey o'rda. Haqayda. Qo'zlar qancha ekan? Necha puldan bo'lyaptilar? 1900 so'm. 1900 dan ekan. Bozor yagon savdo qilasiz? Ne o'ylayapsan? Ne? Na kadar doli, na olmadı beradi. Qadaqan polvon yetib chiqdi bu yerda. Halol. Xabardor bo'ling akam. Bitta tekshirdim. Zadamash ko'rib. Bular qanday? Bular qanchadan bo'lyapti bular? 1000 so'mdan mana aka. 1000 so'm, baracha mayda aka. Necha oylik bo'ldi bular? Bilmaysan lekin bular. Bilmaydi ekan 1000 so'mdan deyapti. Bozor necha pul qilyapti bular? Aka bizga ham Qancha bo'lyapti bular? Mana uni 2 deyapman. 2000 so'm. Yana muomalasi bor. Muomalasi bor. Aha, bularchi? Ularni 2,5 deyapti. 2,5 ming so'm. Yo'q, bu o'zi emas, ko'zi qo'shqari. Gap yo'q, tavon, gap yo'q, молодец. Bularga tezlab. Xo'p. No'ristimi? Ha, No'ristimi? Zo'rmiz, tinchmiz? Tamam. Qancha bo'lyapti? 1300. Ortaga qani? 1300 so'm mana. 1000 sesasini desasiz. Bozor 1000 so'm desasiz menga. Dedi, qo'lni, baracho, go'chqarchoy. Necha pul bo'ldi bu aka? 3000 so'mmi? Sog'liqmi qo'chqar? Qo'chqar 3000 so'm. 3000 so'm desa qo'chqar. Bular oldingizmi bularni? Qanchadan tushdi? Yakini mazor somoni. Mana, do'stlar aziz, yakini mazori xaridasiz. 1,5 so'm olibdi. Xo'p, men furshi. Ha, yakini mazori men furxtaysiz. Bozor seldayk. Bozor 1000 so'm kaday samagasiniz. Просто bandı şabib dedim, bandı navda beraber. Xaridasiz. Barachov sörta bigirim do'stlar aziz. Neç puldan bo'lyapti bular? 1800, 1000 qancha bu? 1500 buni. Yakini mazor somon, 1080 so'm. Bozor savdo qildimi? Bozor so'ra. O'li bozor ne yaptı? Yo'q, frunzani. Bular qanchadan bo'lyapti bular? Maydalar. 1400?
1300 deyapti. 1300. Bular qanchadan bu? Bular 14 dan. 1400 so'mdan. 1400 so'mga ketasiz. Barachov. Xeyli qimmat. Bular qanchadan bo'lyapti bular? 2400 dan. 2400 so'mdan katta ekan. Bozor savdo qayermali? Hozir dromadamiga 1400 so'mdan naqd savdo. Hojiba qancha bo'ldi bu? 2200 so'm deyapti mana. Hazır da sasib deysiz. Qishqorcha. Bozor ali so'ramaptimi? 18 so'rayapti mana. Hazır aşağısı ko'rsatasiz. Avzor tabi aka. 20 hazır haştasi meniga. 1800 dan ekan, mana ko'rib turganlaringizdek, juda ham barachalar ko'p kirgan hozir. Tomonlarga qanchadan bo'lyapti aka bu? 2,5 so'mdan. Diniy bozor somoni aydi sana. Bozor so'radimi biron? Qancha? So'rab ketyapti asos. Просто savdo qayerga? Bu so'rab ketyapti faqat dedi, narx qilmabdi. Firsidan narx naqadami debsan. Xo'p, kelamiz. Qanchadan bo'lyapti aka? 3,5. Xo'p, mana bunisi 4000 so'm, ular 3,5 so'm aka. 4000 so'm o'tasiz, yevro, sevning bozor so'miga. Bozor savdo qildimi tog'a birasi? 31-32 bozor savdo qilyapti. Hozir 3000 desa, 3000 sat bozor savdo qilsin. Bular qancha bo'lyapti? 6000 so'm. 6000 so'm o'tasiz. Bozor savdo qildimi? Hozir omadimiga savdona qildi. Xo'p, bular qancha bo'ldi bu? O'zini ham. Mayli, qancha bo'ldi bu? 8,5 so'm deyapti. 8,5 bozor so'm o'tasiz. Do'stlar aziz, ini qishqorcha xushru bo'ladi, ko'rgan shoxga buni. Shoxini qaramizda qancha chiroyli. Bu qancha ekan bu? 4000 so'm ekan bu. 4000 so'm. Bunisi 5000 so'm bunisi. Bunisi 5000 so'm. Juda savdo zo'r ketyapti. Bo'la o'tib ketyapti. Bu managa qo'shqorlar kirgan, mana katta qo'shqorlarni ham olib ketamiz. Ta qancha bo'ldi ojbo? Qo'shqor. 5000 so'm deyapti mana. 5000 so'm o'tasiz. Bozor savdo qildimi-yo'qmi? Qancha qilyapti ojbo? 3600-3700 so'm savdo qilyapti dedi. 3700-3800 bozor savdo qilyapti ekan. 3800 qaysam ekan. Nech pul bo'ldi bu? Bular shunaqmi? 2 bir xil ekan, 3600 so'm ekan. bir xillar. Qancha bo'ldi dag'a? 3,5 ming so'm. Qo'shqora? Bozor qancha qildi? 3100 so'm bozor savdo. 3700 bo'ldi. Bular qancha ekan? Bular 5. 5000 so'mdan mana 5000 so'm ekan. Meshdagi joy chorni mazor so'm ekan. 40 kilodan ziyod go'sht qiladi deyapti endi. Mana, tegasiz. Qancha bo'ldi aka bu? 5 mazor so'm, chansolashda ekan. 2 so'la shidamiga 5 mazor so'm. 5,5 so'm ekan, 2 yashar. Xo'p. O'tib ketamiz. Xo'p, qancha bo'lyapti aka bular? Bular 2,5 dan ketyapti. 2,5 so'mdan yana mamlasi bor. Diniy bozor so'moni bu muomala meshavada sanadi. Bozor savdo qiladi. Bozor so'ragan yo'q. So'ramabdi. Bozor nafsi ekan. Buni da bitta qo'y bor ekan, yenni qo'yagan bilmayman, chota chuvalangam o'shaman. Qancha bo'lyapti aka? Qancha bo'ldi? 4,5 so'm. Qo'shqormi bu? Qo'shqor ekan bu. Chorli mazor so'miga. Chiqiliki diga qiladi. Nech puldan bo'lyapti tog'a? 5 ta deyapti. 5000 so'm. 5000 so'm o'tasiz. 85 kilo jivoy. Jivoy bis 85. Mana jivoy bis 85 dedi. 85 kilo jivoy bis ekan. Bozor savdo qildimi-yo'qmi? Yo'q, Hozir omadimiga savdo qildim. Bular qanchadan bular? Bularda 3,5 dan deyapti. 3,5 so'mdan har safet qattiq yo'q. Bu qarali. Xo'p, mana akam. Молодец. Uzunligini ko'ring. Necha yashar bu? Почти 2 yashar. 2 yasharlik ekan. Bundan gapni Mana bu churi yarim. Ha, 4000 ga. Bu sovliq qancha bo'ldi? 4 deyapmiz aka. 4000 so'm bolasi bilan, ha? Mana Mana barachashqa 4000 so'm o'tasiz.
Bozor savdo qilmaganda. 3200 bozor qilyapti. Bozor 3200 so'm so'rab ketdi deydi. Siyazdir, esasin bozor qilsak. Hop, yana savdolar olamiz. Katta savdolar ko'p. So'ragan ko'kalarimiz juda ham ko'p bo'ldi. Dedi akalar, savdoq degan narsani o'zi hammasi to'qlida. Mana sizni birinchi oling. Gabi. Молодец. Qancha bo'lyapti bular? Buni 26 deyapti. 26 mana 2600 so'm. Bozor so'radimi bular? 23 so'rayapti. 23 bozor so'rayapti. 2080 so'm ko'tarasiz, 2080 so'm bozor qilsangiz. Xo'p. Buna qaranglar hozir. Sog'liq kamda juda ham. 27 deymiz. Ana sog'liqmi oldingizda? O'shlayqan. Ha, nechi bo'lsa? 2,5 deyapmiz, muomalasi bor. 4,5? 2,5. 2,5 ming somon. Diniy bozor somoniga. Bozor 21. O, muomala mecha. Bozor qancha qildi shuni? 21.50. 21.50 so'rabdi uni. Biz tiyaki 50 bozor naqshga. Shirbaz qancha bo'ldi? Noyabrski bular. 2, ha? 2,5 dan? Mana 2,5 ming somondan. Diniy bozor somon emiga. Yak bozor so'radimi bironasi? 2010 ming bozor naqshga emiga. 2200 so'm bozor so'rayapti dedi. Hop. Yana ketamiz. Orlayib ketaverayapmiz har tomondan. Işte o'tib ketamiz. Hop, sog'liqlar qayerda? Akamiz biroz sog'liq ko'p so'rayapti. Sog'liq davom etadi. Bu qanchadan bo'lyaptilar? 3,5 ming somon bolasi bilan. Sevimli mazor somon barachash qatib sanaysiz. Bozor savdo qilma. Bozor 3000 somon so'rayapti kana. 3000 somon bozor pirsasamaga. Bu necha oylik bo'ldi bolasi? 2-3 oylik bo'ldi unaga. Moashiday bo'ldi barachash. Xo'p, mana hozir o'rtadamiz. Mana o'rtada siyobga qilyapman, qo'lman degancha. Nechi pul bo'lyapti mana shu og'i? 2800 so'm ekan. Bolasi bilan a? Yo'q, bolasi adinli. Bu adinmi? Ha, bu qisra ekan. Hozir ochasiz kelsiz. O'rtada bitta taka bor ekan. Taka qancha bo'ldi? 2,5. 2,5 ming so'm ekan. Diniy bozor so'm o'tasiz. Katta. Bozor qancha qildi? 2,5. 2000 so'm bozor so'rayapti edi. 2000 so'm bozor qaysan. Tog' qancha bo'ldi bu? 28 deyapti. 28, 2800 so'm bozor qilyapti. Bozor qancha qilyapti? 24,5. 24,5 bozor qilyapti. 2450 so'm bozor savdo qilyapti dedi hozir. Xo'p, mana yerda savdolar bor ekan aka. Tog'a, savdolar qancha bo'lyapti? Tog'a, savdolar qancha bo'lyapti? Nina bola 4,000. 4000 dan yilo nina bola ekan. 4000 so'm barachash qatya, o'cha-bacha edi sanasiz. Askon haqida sen olib qo'yding, egasi olib qo'yding. Mana hozir ko'rdingiz. Endi bu tomonga echkilar tomonga boramiz. Qo'lma kelgancha mana. Bu qancha bo'ldi yana bular aka? Qancha bu? Ha? 2,5. 2,5 ming so'm, o'cha-bacha 2,5 ming so'm. Vaqtida mana shuncha buni. Xo'p. Lava aka. Hozir ko'rsatayin. Mana shunday tasavvur qiling. Mana shunday ona bolani bundan 2 yil oldin men 800 yillik so'mga bergan edim. Ana shu payti. Mana hozir bularda 4000 so'm deb turibsizlar. Xo'p, o'tib ketak. Xo'p. Echki qancha bo'ldi bular aka? Egasi bu yoqda. Hozir 1100 ga bermaydi. 6 kilo. Hozir sasini nadresan. Xo'p, savdo qilyaptilar, shuni bir şey qilmaylik. Aka qancha bo'ldi bular bolalar? Cho'ri dusasish aka bo'lmaydi. Cho'ri dusalik deysan. 4200 ming. Endi chamoshda barachash. Noyabrski ha? Noyabrski ham ekan. Bozor savdo kerak unchi. Chan. Sevchora надо degan. Sezor cho'rsasida надо das. Xo'p. Tag'am pulni hisoblayapti. Nech pul bo'lyapti ular? Bularda savdo bo'ldi. Qancha?
780 so'm. Buna 780 so'mga savdo bo'libdi buni. Haftada 8 so'mda savdo ishlayman desanagiz. Nakam Qancha bo'ldi? pul hisoblaysiz. Hop, yana qancha berishim kerak? O'tib ketishni bittasi. Xo'p, bu takalar qancha bo'lyapti? 1200. 2200. 2200 bittasimi? Bittasi. Bittasi 2200 so'm ekan. Hozir desasim, har dish yaxshilar. Qaysi kanal bu? Obzor TV aka. Obzor TV? Ha. Qanchadan bo'lyaptilar? 1.7. 1.7 dan, mana 1700 so'mdan. Hozir hafsasimi? Bozor savdo qilyapti? Yakiniy bozor somoni pirsida. Mana bu ikkita turibdi. Necha pul bo'lar aka? Aka 3 deyapmiz. 3000 somon. 2300 so'm qiladi. 2300 so'm bozor so'rayapti ekan. 3000 so'm desasiz, 2080 so'm bozor pirsida istaymiga. Atcham taka. Har dish takachayimning. Tazoydagi yamiga. Bular qanchadan bo'ldi hoji bu? 1000 so'm. Bozor chanqada? Bozor Hajdan nizda bozor qilsamiga. Har şey ajoya. Har şey ajoya hajdan nizda qilsamiga. Qancha bo'ldi bu? 25. 2,5 ming somon. Diniy bozor somon desasiz. Bozor qancha qildi aka? Ha? Duydusa? 2200 so'm bozor qildi. 2000 desasim bozor kadamiga takachi. Juda ham nihoyat qimmat. Ular qimmat ekan. Kameraga arzon bo'ladi. Necha pul bo'ldi bu? 2700 so'm. 2000 hafsa so'm desasiz. Bozor savdo qildimi? 2080 so'm bozor savdo qilsam. 23 bozor qildi. Shoh ham shoh ekan. Zoom bola. Xo'p, mana ko'rlarimiz Pakistonskiy taka chiqdi. Qancha bo'ldi bu? Ha. Parolcha. Chansmi? 4000 so'm. 4000 so'm desasiz, bozor narxi kerakmi? Men o'zim aqada meni so'radim. Men o'zim xudo to'risam-da 2,5 qildim. Mana diniy bozor somon endi. O'tgan bozor 300 kam 300 qildim, bermadi. Ana sham internet farqi. Ana. Молодец. Obzor TV aka. Kanal tabgu kanal. Obzor TV aka. Zinda bo'shing, men xizmat bo'lgan pesh qadam. Salom. Salom bo'lsin. Mana. Dedesin desaniz. Mordash chiqishdagi. Просто o'shin manijasi oldiga yo'q, shu uchun xafa ekan. Laba. Yan mola qanda. Yo ham moldamni daqo. Necha puldan bo'lyaptilar? 35 dan 3,5 ming somondan ekan. Seviniy bozor somoni edi sanasiz. Mana to'qlilar ha bular. Shunaymi? 36, 37 har xil ekan. Seviniy bozor somoni. Hafsada ham asaga. Xo'p, azizlar, mana ki qo'limdan kelgancha bosib ketdim mana. Shuncha akamiz bitta obunachimiz bor ekan endi. Necha pul bo'lyapti aka? Barachalar. Assalomu alaykum. Eng avvalo hammani ro'zalar bilan tabriklayman. Rahmat. Hammalaringizga qanchadan bo'ldi? 17 dan qilyapti, 17 dan deyapsiz. 13,5 14 dan qilyapti, bermaymiz, ko'tarib. Mana ki ko'tarib bermayapti. Hozir Sizlarni hafsasi. tabriklayman. Gap yo'q. Hammaga omad. Hammaga omad, ishlaringizga omad. Sog' bo'lingizlar. Молодец. Gap yo'q. Omadingizni bersin aka, savdangizni bersin. Odamlarni ham oldiga ko'klar ko'p bo'ldi. Zo'r kuchada. Qadam tanlay shunsin. Kommentariy bilan. Akalar, ot chiqibdi-da 20 ming somon ekan. 50,000 somon tasarruf sanasiz. Bozor oli navendan soyib ishnesa 50,000 somon tasarruf. Mana nega ham ikkita ot ketdi. Duta astromalar sanasiz. Soyib ishnesa oli. Yakın mami asfora sarkay sama. Ikkita ot kiribdi yana, bu otning egalari yo'q. Bular qancha bo'lyapti? Qancha? Aka 8,5 deyapti. 8,5 ming somon deyapti. Tashtini bozor so'mda. Bozor so'radimi yo'qmi? Bozor 75
75,5 so'rab berganimiz yo'q. Mana 75 yarim so'rabdi, bermabdi. 750 so'm pursatamaga nado demaga. Xo'p. Bu qancha bo'ldi bunisi? Bunisi 5,5 deyapsiz. 5,5 ming so'm bilan mayda. Bunojincha. Manjini bozor so'm qilasiz. Qancha bo'ldi bu? 6 ming so'm. Hoji. 6000 so'm qilasiz. Bozor savdo qildimi? 53 so'rayapti. 53 bozor so'rayapti dedim. 5000 80 so'm bozor pursatasiz. Voy, bular qancha bo'lyapti bular? 7 ming so'mdan aka mana 7000 so'mga ketasiz. Nojinchalar. Bozor so'radimi? Bozor. 6000 so'm bozor narxi. Aka qancha bo'ldi bu nojin? 8,5 ming so'm nojincha. 8000 so'm. Bozor savdo qildimi? 6000 80 pursatdan oldim. Bu qancha bo'ldi? 8 ming so'm bor ekan. Shu 8 ming so'm. Xo'p, men shundan o'rlab o'tib ketamiz hozir. Qo'limdan kelgancha syomka qilib ketaman hammasini. Sizlar bemalol o'tirib tomosha qilishlaringiz mumkin. Mana shunday. Necha pul bo'lyapti bu aka? 7,5 ming so'm mana. Buni ojinchami? 7. Bozor qancha so'radi? 61. Necha yashar bu? 1 yashar bo'lmabdi hozir. 61 so'rabdi. 6000 satsin bozor ko'rsatsin. Xo'p. Nima so'rayapti? Ketamiz. Mana lojinda olib kelamiz. Lojinda qancha bo'ldi? Qancha bo'ldi aka? 6600 deyapti. 6600 so'm. 6000 so'm kutaysiz. Bozor qancha qildi aka? 5800 deyapti. 5800 so'm bozor qilyapti ular. 5000 so'm bozor narxi yasamaga. Bu qancha bo'ldi qonojinda tag'a? O tag'a, qonojin. Ha. 9,5 ming so'm ekan. Mehni mazor so'miga. Bozor savdo qildimi? Qancha? 8000 so'm bozor savdo qilsan. 8,5 qildi bozor. Shunday kelamiz. Ne yo'q, ketamiz. Bular qancha bo'ldi bu? 15 ming so'm. Necha yashar bo'ldi bu? 9 oylik mana. Nahmoha 15000 so'mga. Bozor qancha qilyapti? 12 ming so'm bozor so'rayapti. 9000 so'm bozor savdo qilsam. Bu qancha? Qancha bo'ldi bu? 12 ming so'm. Sen 9000 so'm. Bozor chankada? 10300 so'm bozor so'rayapti mana. 10080 so'm bozor savdo qilsam aka. Persida raftasiz. Xo'p. Mana bitta kino bor ekan. Bu qancha bo'ldi aka? Syomka qilmayapman. Mana. Syomka qilmay o'tib ketdim-da qilib. Sizni syomka qilib o'tib ketdim-da. Xo'p, qancha bo'lyapti aka bu? Buni 16 ming deb aka. 16 ming so'm deyapti ana. 16000 so'm kutaysiz sanaysiz. Bozor qancha qildi? Ha? Ha aka. Bozor 13 ming qilyapti. 13 ming so'm qilyapti mana. 8000 so'm bozor savdo qilsam. Jiyan degan mumkin. Qaysi jiyan sizga? Gap yo'q. Necha pul deyapsiz tag'a? 15 ming? 15 ming so'm deyapti mana. 10000 so'm qilasiz. Bozor qancha qildi? 12800, 13. 13 ming savdo qilyapti, 13. Deyapti. Abdurrahmonga like bo'lsinlar. Gap yo'q, rahmat. Siz o'zingiz aytgan. Men Bishkentdan Rossiyadagilarga ham salom. Gap yo'q, malades. Omadingiz bersin aka. Mana shunday bo'lsamiz hammasini. Qo'limizdan kelgancha syomka qilib o'tib ketamiz hammasini. 8,5 dedik. Nima TV aka? Obzor TV aka. Obzor? Ha. Qancha bo'ldi aka bu? 18 ming so'm. Buni 8000 so'm o'tasiz. Mana kishi. Bozor qancha qildi aka? 14,5 ming so'm bozor so'rayapti dedi. Chordahning bozor so'm bozor savdo qilsan. Bular qancha bo'ldi bu? Chorda 1000 so'm qilasiz. Bozor 12000 so'm qilasiz. Bu qanday zotli bu? 5 oylikmi? Ha? Karapot nima bu? Shved karapot aka mana.
Shved karapataymiz. So'raymiz. Qardi aka? Chordani mazor somonda qardaydi. Qancha Chordani mazor somonda raf. O'shola qarasari. Bu angus qancha? Angus 15'er. 15,5 ming somon mana. Bu nasıl var? Onzani mazor somon bu muomalashadi. Ho'kiz jonlar kelgan bu yerga, ho'kizlar turi bilan. Necha pul bo'lyapti tog'a? 25 deyapti. 25 ming somon. Xo'p, balandligi ham o'zi 140-150 bor. Va alaykum salom. Qaysini? Shapka egasi bilan. O'sha, nima palov qoldi bu yerda? Qamajon chorbog' deb. To'xtab o'tib ketak. Mana. Shunday ketam. Bozor qancha qilyapti aka buni? 21,5 ming somon bozor so'rayapti. Bizda yakiniy bozor somon bozor savdo qilasan aka. Xo'p, mana bitta ho'kizni otasi chiqdi uniga. Ho'kizni qaranglar. Do'stlar, hozir buqachay, ganda, kolona. Nechta pul bo'lyapti tog'a? 50 ming somon. 50,000 somon taysiz. Mana. Bozor qancha? 42 ming somon bozor savdo qilyapti mana. Tomoshabinlar qaranglar aka. Hammasi mana qarang odam. Paxtakorda ho'kiz ekan. Paxtakordan kelibdi mana ho'kizimiz qaranglar. Kvartirda bir o'zi egallab olamiz shu bitta o'zi shunday tursa. Живой вес 820 820 chiqdimi? Mana живой вес 820 kilo bromolaydi so'rasangiz. Chorbog' ay. Ay paxtakor omalaydi so'rasangiz, nohiy Qabadiyon Chorbog' mega. Akasi ham bording ol nasib bo'lsa. Buni akasi ham bormi? Akasi ham bor. Yanaga bozor chiqaman. Nasib. Mana. 820 kilo chiqdi. Qani? Mana haqiqatan shegasi. Bo'lib olasiz. Doktorniki mana shu yoqmi? Doktor necha oy vaqtingiz shuni? 1 yilda ko'proq boqdingiz. Malades, omadingizni bersa, ho'kizni jon bo'pti-da bu. Malades. O'zi javob novlar ekanda, yordamchilar ekan, hashak-pashak toshib turganlari bular. Gap yo'q. Ha? Mana shu akam jim toshib bergan, o'nisi suv toshib bergan, shu kattartirib olgan, birodar. Malades. Qaysi yana bormi, brata? Tog'ilganda 10 biriniga qarab. Qani birniga tog'ilgan? Oh, mana bitta o'qish chiqdi. Bunda ham 27 ta qilyapti. 27 ming somon bunisini qilyapti uni. Biz tahu 1000 somon tesasini berdik. Bu qancha bu? Birniga tog'. Egasi yo'q. Egasi yo'q ekan, birniga tog'. To'ylan. Osib qo'yibdi uni. Haqiqatan o'qizakan, hozir. Ho'kizni qara tomoshabinlari bilan to'lla mana 50 ming somon deyapti. Ko'rib turganlaringizdek, ho'kizni turi bilan bitta fermada baylanib turgan deb turibdi hozir. Yak fermada bastagi rangi bo'lish, rangi yak fermada bastagi bo'lish ustidagi do'stlaringiz. Bu qacha har xil bo'ladi. Chorniya postra, alaч, yo'q, safed hamma shu asadi. Turganlaringiz kelida bitta katta o'qishchilar ham bor. Mana. Ho'kiz juda ham ko'p. Bu qacha ganda biz shura bu qov. Kalon ay bu qov mana. Mana bu inflyusiya qataramerim. Mana bunda halni ostini tozalamay boqqani ham bor, tozalab boqqani ham bor. Xo'p, necha pul ekan bu? 55 ta deyapti. 55 ming somonmi? 50,000 somon desasiz. 50,000 somon. Oğlum şöyle çorluya kostıracağım. Kimdiki ekan bu? Chansmi? 50,000 Buni 50,000 somon. İki ay ha? Ushchi?
Başa suyu pancalı. ish 5000 so'm chornoy postroq qachon bozor savdo qilaverak. Kilo barkash megam o'yin masalani Ha. borib o'tgiriy. Tamam. Kilo barkashdan nam etmaga. Nima kadom ish ma'qul bo'lsa ham qiz savdo qilaman. Bo'lagan qiz jazman nomida ya savdo. Paso prezident bo'lsa-chi, Ha. mas'ullar kelib bachi. Aha. Maqsadan kelib. Tamam. Sразу mana distesni. 5000 so'm, 5000 so'm bu qachay zotiya. И карпатский shu. Чисто шведан мутахассис биан видео чихел зор дора намедунам мои барам наслгирияда мақсади хеле бад. Tamam, 55000 so'm ekan. Yana muomalasi bor 35000 so'm unisi deyapsiz chornoy postroq. Mana hozir. Ari uzun ekan. Endi qay bu tomonga o'tayapmiz. Yancha. Agar to'g'ri nagara mana shu moda kamid. Bu tomonlarda ham qochalar bor. Qarang, hamma tomonda. Bundayga ko'p buni. Fermani uzunligi 100 metrdan uzunda. 120 metrlar bor fermani uzunligi mana qarang. Qatorasiga mana ho'kiz. Degasiga dakansiz. Hozir ho'kizlar ko'ryapsizlar. Buni akokalamiz. To'g'ri gap yo'q. Vayli omon. Gap yo'q. Mana yerda bitta shved xo'p Angus boqiryapti dedi. Bu Angus qancha bo'ldi aka? 9,5. Ha? Hey, unisi. 10,5 ga oldingizmi? 10,5 ga berdim. Ha, 10,5 ming so'mga sotilibdi hozir. Daxniy bozor somonda quruqdaydi. O'zi bilan almashtiryapmiz. Xo'p, mana Angusning kattaligini qarangizlar. Bu g'unojin bo'ladi. Bu qocha bor ekan, bosh. Bu kichkina qarangizlar. Bu qancha ekan bu? 30 ming so'm deb turibdi ekan. 3000 so'm testisnaga. Ya og'am, yo'q. Xo'p, mana buni yerda bitta mol kirgan ekan, qorni qaranglar qanday katta, jelini o'zi maylagan satil tegib qolaman deb. Qancha bo'lyapti bu? Tag'a qancha bo'ldi bu? Qancha? 50 ming so'mmi? Mana 50 ming so'm, 50,000 so'm. Ocha-bachamiga, mana ocha-bacha. Qanchami bo'lsa? 10 oylik buzoq. 10 oylik buzoq ekan mana, ha. 10 oylik buzoq. Hey. Tamam, şey aytdi. Bu salaymiga desangiz. Hozir ham yeymanmi? 10 oylik. Chornoy postroq, rossiyskiy mol ekan hozir. 50 ming so'm bozor savdo qildimi bironta? 41 ming so'm bozor so'rabdi. 50,000 so'm bozor nasibasi. Qadam solyapti. Qaysini olay bular? Vaqt ketdi, nima? Ketib qoldimi? Ketib qoldi. Turtganini ko'rganimda edi uni. Xo'p. Mana o'tib ketaylik. Amik megirdagi tekrar zadamiz. Megir geçdagi. Qancha bo'lyapti aka? 20 ming deb. Ha? 20 ming. 20 ming so'm aka. Qancha suti bor aka? Suti 5 litr. 5 litr suti bor, 20 ming so'm. Bozor savdo qildimi? Bozor qancha qildi aka? 15,5 ming so'm bozor savdo qildi hozir. 15,000 so'm bozor savdo qilasamiga? 20 ming so'm deyapti-da. Qancha bo'ldi bu? 30 ming. Tavba deng, astag'firullah deng salgani. Ro'za oylari bilan qayta yolg'on gapirasiz. To'g'risini ayting faqat. 18. 18 ming so'm, malades.
8000 so'm o'tkazasiz. Bola gusalash bu qancha g'unojin? G'unojin. Bozor qancha qildi? 17 ming so'm bozor savdo qilyapti ekan. 7000 so'm bozor savdo qilsam ekan. Xo'p, qancha bo'ldi aka bu? 7000 so'm. 7000 so'm desa bozor narxi qanday? 4800 so'm bozor savdo qilsam ekan. Buni uchinchi ay bu qancha? Bu qancha da chang litr sher metay? 5 litr sher doramiga tutamiz. Mana bu Alloh barakat shabta. Xo'p. Bular qancha bo'ldi bu? Qancha bo'ldi? 22 ming so'm deyapman. Bizda diniy bozor so'monmiga do'stlaringiz. Bozor savdo qildimi? 18 so'rayapti. 18 ming so'm bozor savdo qilyapti deydi. So'rayapti 18 ming so'm. Ayda bozor so'm bozor qilsam. Qancha bo'ldi aka? Nech pul bo'ldi? 14,5 ming so'm. Chordani bozor so'm desasiz. Bozor qancha qildi aka? 13700 so'm bozor qilyapti dedi. 8700 so'm bozor savdo qilsam ekan. Chandim gusalash? Duyum gusalash deydi. Bu qancha ekan? Gusalash bu qancha ekan? Akam ziqligini qaranglar. Chata yomon ziq o'tiribdi-da, stolda. Nimagadir obunachim bo'ladi lekin akalar. Yomon ziq o'tiribdi nimagadir. Postiyan mana sizlarga 6 dan borib so'raymiz. Nima uchun ziq o'tirgani? Nima uchun ziq o'tiribsiz aka? Ha, bugun yo'q, mana shu yerda o'tiribdi-kanmi? Aytdim uzoqdan syomka qilib qo'ymaysizlar. Zo'rmisiz? Men aytdim uzoqdan syomka qildim, hozir. Ziq o'tiribdi akam deb qo'ydim. Goldur ertamdan sarishlik bir to'lga goldurimda o'tirib mana shu. Молодец, Gabi. Gabi. Chansım şey. Bacha Rossiya. O, bacha to Rossiyada? Nele durug'mi? Durug'mi kamiga? Bacha. Chan, nech pul? 30 ming so'm. 30 ming so'm ekan. Bozor qancha qildi? 20 ming so'm. Avzor TV aka. Bala qachami? Yo'q. Unojimi? Unojincha barachash tutsanasiz. Aytish oson qoldi. 20 ming qilyaptingizmi? 20 ming so'm bozor savdo qilyapti dedi. 20000 so'm savdo qilsam ekan. 3000 so'm mega. Qancha bo'ldi aka bu? 30 ming? 30 ming so'm. 30 ming 3000 so'm tutsanasiz. Bozor savdo qildimi? Bozor qancha qildi tag'a? 24,5. Bizda 4000 so'm bozor savdo qilsam. Shuni ketamiz. Xo'p, qancha bo'ldi aka? Tag'a. Nech pul bo'ldi bu? 16,000 so'm bo'lgan bu. Duyum gusalash-a? Bu qachavda duyum gusalash aytsangiz, bozor chankada? Chorda 8dan shakilna. Ana, dandon shaben. Dandon tilloy. Chanta. Xo'p. Bozor chankada? Chorda 8dan shak. Chorda 1200 so'm bozor savdo qilsamga chan litr shermet aka? Aka 5-6 litr shermet ya. 5-6 litr shermet. Sershir yani. O. Chansım shi taka bu? Ajda 1000 so'm gutaysiz akam. Bozor chankada? Bozor chankada ira? O'zda 1000 so'm bozor savdo qilsamga. İş chansmi? Senzda 1000 so'm mega. Yozda 1800 so'm bozor savdo qilsamga. Xo'p, ana ijaraga giring. Yak черная постра российская. Chansım shi taka? 5000 so'm qutaysiz. Bozor chankada? Bizda 7000 so'm bozor savdo qilsam ketsangiz. Mana. Qancha suti bor aka? Sher chanta? 8 ta garantiya. 8 litrda garantiya ketsangiz. Ko'ryapsizlarmi? Черная постра. Просто звезда mol. Shunday yaltilaydi haqiqatan.
Bu bolasi qanojimi? Bu qacha ekan mana. 35 ming so'm mana qog'ozlar. Chorniy post turadigan molimiz. Toza rossiyskiy. Saysiz, mana so'yish qati. Xo'p, egzarim ipara. Mana bu yerda qonli emas qatorib turibdi. Hammasi buzoqlanak. Hozir narxini so'raymiz qani bular nech puldan nech pulgacha. Bu qancha ekan bu? 35 ming somon. Chorniy postra. Xo'p, yemizyapsizmi aka? Bolasi yemayapti. Qancha sut beradi garantiya aka bu? Oh. Nech pul qancha sut beradi? 14-15 litrga garantiya. Agar 15 litr bersa, do'ppingizda osmonga otingki, bir mazza qilib sut ichasizlar. Qaymoqli sutni. Oldingizmi aka? Qancha? 12 ming somon deyapti uni. Emchaklar ham zo'rda taomini. Haqiqatan mana qaranglar, emchak qanday katta, qo'l to'latda просто. Voh. Sutni qaranglar. Молодец. Satlab kimapamda sovib ketardim, tasdildim. Zo'r shukr. Mana maydalari 20 ming. Bu qancha bo'lyapti bular? 27 ming. 27 ming somon. Bizda 7000 somon desasiz. Bozor qancha qilyapti? Bozor holi so'ramabdi. Qancha suti bor aka buni? 15 litrga garantiya suti bor aka. Oldingizmi aka? Oldi. Qancha? 28. Молодец, mana 5800 ga olibdi. 15 litrga garantiya dedi suti. 15 litr garantiyamiga. Mana. Azar har mollar chiqqan bor, turi bilan. Ha, shunda chiqib ketdik endi azar, qop sog'imizlar, omonimizlar. Keyingi videoda ko'rishgan. Nech pul bo'lyapti? 35. 35 ga oldingizmi yo sotyapsiz? Sotyapmiz. 35 ming somon. 5000 somonga. Bu muomala o'sha. Qancha suti bor aka? 6 litr erta. 6 litr ertalab suti bor ha. 6 litr sher doramiga, g'inojinchapda bo'ldi kusalash. Bozor qancha qiladi? 28 qildi. Buni 28 ming somon bozor savdo qildi. Biz 8000 somon bozor parsilaydi sanasiz. Xo'p, do'stlar aziz, salomat bo'ling, sarbaland, xonobod bo'ling. Chansunda xarid aka? 12000 somondan g'inojinchara. Salomat, sarbaland, xonobod bo'ling. Like zerkining, obuna bo'ling do'stlar aziz. Azizlar, like bosamiz, obuna bo'lishni unutmaymiz. Mana shunday mollarda tez-tez chiqarib turishga harakat qilamiz.